Borandek yazdık pek güzel dastanlar, esirlerini esirge ulap biz kaldırdı büyük karvanlar. Biz cenguar batır evlattı, ecdatlar sadık vakadır. Ötküzmeyimiz günlerini boşka, yaralmıştın bizler icatka. Anasın hayli irfandır, çok özelli davandır. Yeni bahar göksiye, gül takaylı, gül takaylı. Yeni bahar göksiye, bahar göksiye. Anasın hayli irfandır, çok özelli davandır. Yeni bahar göksiye, gül takaylı, gül takaylı, gül. Keldi köşnem keldi acayip, bizden bedel ümitler kütür. Keldi köklem keldi acayip, üstünde de ümitler kütür. Kaldıraylı dünyanı hankta, köreklerden merdane ötür. Kaldıraylı dünyanı hankta, köreklerden merdane ötür. Anasın hayli irfandır, çok özelli davandır. Yeni bahar göksiye, gül takaylı, gül takaylı. Yeni bahar göksiye, bahar göksiye. Anasın hayli irfandır, çok özelli davandır. Yeni bahar göksiye, gül takaylı, gül takaylı, gül. Anasın hayli irfandır, çok güzelli davandır. Yeni bahar göksiye, gül takaylı, gül takaylı. Yeni bahar göksiye, bahar göksiye. Anasın hayli irfandır, çok güzelli davandır. Yeni bahar göksiye, gül takaylı, gül takaylı, gül. Hamdi, növbəti biz iftiharlıq elikide Mahmud Sulayman efendimni jürek söz sözlep yarıştı teklif kılımız. İpek Yolu Sadası programımızın iştirakçıları. Şundan birge İpek Yolu Sadası programımızını kızıp görüp atkan barlık aziz kerindaşlar kemini Mahmud Sulayman'dan şunakla rivayet grupsidan sizlerge yalqınlıq salam. Rahmet. Şunak bir arzuyum var. Ana biz dört ustaz ottağan şu orundukta küllerinin biri de şu şagirtlerimden mu şu orundukta oturuşunu tileymen. Rahmet. Tileyimiz hem tileyli. Rahmat ustoz, chiroyli tilaklaringizni anglab yuraklarimiz yayrab ketdi. Ishonimizki, sizning yuqorqi bayonlaringiz bizning mahirlarimizga navbatdagi
palvonlarimizga zo'r ilhom madad bo'lsin. Qani vaqtda qizg'in alqi sadolar bilan Mahmud Sulaymon afandimni hurmat taqdiga uzatib qo'yaylik. Naq maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmalar, shu topda diqqatingizda bo'layotgan Shinjang televiziya stansiyasi, Shinjang Bug'ra madaniyat taqdis shakli sherikti va shunaqla Shinjang Xuyi madaniyat taqdis shakli sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya san'at programmasi Chin go'zal Ipak yo'li sadosi. Shinnuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan chin go'zal girim buyumlari barliq mayirlarimizga omad tilaydi. Qarindoshlar, Ipak yo'li sadosi programmamiz sizlarning qo'llashinglar bilan muvaffaqiyatli holda yerim hal qilg'ish musobaqasiga qadam qo'ydi. Shunaqla mana bugun biz Rivoyat guruhining yerim hal qilg'ish musobaqasiga ishtirok qilib turibdik. Bizning musobaqamizning texmi adil, keskin, shunaqla barobar, haqqoniy bo'lishi uchun biz 4 nafar yetakchimizni taklif qilgandan sirt yana avtonom rayonimizning adabiyot san'at ishlaridagi eng nufuzli mutaxassislarimizni, mo'tavarlarni, arboblarni taklif qildik. Ularni tuvanda hurmat ilikida tunishtirib o'tay. Ular bo'lsa davlatlik 1-darajali kompozitor Abdulhaq Avomuslim afandim qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajali kompozitor, san'at tadqiqotchi Yasin Muqbil afandim qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajali muzikant Shinjang san'at yurtining muavin boshlig'i, Maqshusul amikining boshlig'i Anvar Samat afandim qarshi olamiz. Marhaba. Shinjang harbiy rayon san'at amikining davlatlik 1-darajali maqsadchisi, Shinjang muzikantlar jamiyatining muavin raisi Shamil Shokir afandim qarshi olamiz. Marhaba. Davlatlik 1-darajali naqshchi ataqli rejissor Abdukim Ro'za afandim qarshi olamiz. Davlatlik 2-darajali kompozitor Dilmurod Tursun afandim qarshi olamiz. Marhaba. Davlatlik 1-darajali kompozitor ataqli naqshchi Zoir Burxon afandim qarshi olamiz. Endi biz to'limiz suyunish ilikida bugungi rivoyat guruhisida bayga tushmoqchi bo'lgan mahirlarga madad ilhom bo'lib chiroq yaqindan kelgan rivoyat guruhisidagi boshqa mahirlarni qarshi olganligimizni bildiramiz. Marhaba. Ketlar. Naq maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmalar, biz bu qadimgi raqobatning adil, barobar bo'lishi uchun chek tortish usuli orqali bizning mahirlarimizga o'z raqobatchisini tanlab bermoqchi. Undaqda, qaysi mahirimiz o'zining raqobatchisini tanlashni xohlaydi ekan? Mushtari. Mushtari bizning Qozog'istondan kelgan suyimli naqshchimiz. Mushtarining naqshlarini intayin yoqtirib oldik. Qani, undaqda bugun mushtarininki raqobatchisi zot ekan bo'ldi ekan. Zoir Shoh Abdumet. Arg'anchada bugungi bu musobaqa texmi keskin, hammalarni o'ziga mahliyo qilgan bir qatimliq kuch ilish qilgan o'xshaydi. Zoir Shohmi balkim intayin jiddiylashayotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabinlar, Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz intayin katta tartiblanadi. Bizning mukofot buyumlarimiz bo'lsa 1-chi darajaga erishgan mahirni hasal makoni huzurida ishlab topdi va hasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan Qo'lja Faktil musulmon yemak ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tabriqlaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirni uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib ixtiyor markasida a'lo sifatli savdosi ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi ixtiyor fan texnik taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tabriqlaydi. 3-chi darajalik mukofot bo'lsa, Uyg'ur tibobatchilikda belgilik biz shart o'qigan Kinara mablag'chiligi arkan mahsulotlar ta'minlangan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. 4-chi darajalik mukofot bo'lsa, xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Shinjang Mo'tar xalqaro savdo shirkati azoq kiyimchiligi ta'minlangan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday bo'lsa, bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorlig'ini intayin puxta. Biz Ipak yo'li sadosi programmasining yerim hal qilg'ish musobaqasiga qadam bosgan barliq mahirlarimizga katta omadlarni tilaymiz. Amsa qizg'in alqi sadolar bilan Ipak yo'li sadosi programmasining yerim hal qilg'ish musobaqasidagi rivoyat guruhining belgisini boshlaylik. Uyghur 12 maqam kuyleri olsun, meyli klasik halk nakşıları olsun. Bugünkü zaman ammabab üslubida etilgan icadi nakşılar olsun. Bunlardan ait özünün rolunu cari kıldırıp,
xalqimizniki yaxshi bahosiga erishib keldi necha vaqtdan beri. Ben 3 yaşımdan başlap naqsh etishga boshlagan. Hozir Olmut shahridagi Chaykovskiy nomidagi san'at maktabida dirijorlik kasbi bo'yicha tarbiya olyapman. Müşteri kızımız özü küçük doğaçkımı nayt tatınçak. Bunun tatınçaklığı özüge biraz bizim bo'ladi. Şuna müşteri kızımıznınki tatınmay sahnede özünü koyup deş marifige diqqat etishini chindilimdan umid qilaman. Programma qo'yilgandan keyin Qozog'istondagi do'stlarim va tanishlarim menga nihoyat yaxshi madadlarni berdi. Men 4 kuchlikka kirdim. Mahmud ustozga rahmatini aytaman. Shundaqla sizlarga eng oliy salomlarni yo'llayman. Müşteri sonundaki 5. bosqichda cho'qim yaxshi natija bilan keng xalq ommasiniki yaxshi bahosiga erishishini chin ko'nglimdan altı işlengen güzellik menin çin güzel girin buyumları mahirlarga omad tilaydi.
bu programmani samimiy şirketi Malayziyadan import qilgan viyatlik ichimligi alohida talab qildi. Zahirşah Abdülmet, bizim ayrılığımızdan içindeki biraz tecrübesi olur. Çünkü Zahirşah küçükten başlap cıp sahne şeraiti, her küçük faaliyetli olsun, bunun için katmışıp tecrübesi olarak mol. Şu programmaga qatnashgangacha bo'lgan araliqda naqshi muzikaga bo'lgan ko'z qarashim intayin oddiy bo'lib ketdi deb shuni his qildim. Ustozimiz Mahmud Sulaymonniki to'g'ri yetaklishi, tarbiyalashi bilan naqsh muzikaga bo'lgan ko'z qarashimda boshqacha o'zgarishlar paydo bo'ldi. Zahirşah'ın yana bir en çoğun alaylığı, tiksninki inanılıq derecesi, tavışının inanılıq derecesi bizim görüp bak qaraganda Zahirşah'ınki en üstün. Yana bir alaylığı sahne obrazı, kesbi nakışçıga xas, yoki bir çolpanga xas bunun da bir obraz var. Yani sahne stili. Bu Zahirşah'ınki çoğun alaylığı. Ipak yo'li sadosi programmasi televizorda qo'yilgandan keyin xalqimizniki intayin zo'r olqishlarga erishdi. Ham bizni va rivoyat guruhimizni bundan qo'llayotgan barliq xalqimizga bizni eng zo'r tirishchiligimiz bilan yaxshi natijalarimiz bilan javob qaytarishga tirishamiz. Zahirga yaxshi tilak tilayman, yaxshi muvaffaqiyat tilayman. İgisiz yürekten titrer, hayattır anısı tridansı. Ey bir sevgisiz yürekten hayattır anısı trihtur dadısı. Nişansız, makansız yürekten bürür, sargaygan yapraktek yürek karşı. Nişansız, makansız yürekten bürür, sargaygan yapraktek yürek karşı. Balının kalbide dada bir Xuda, yıkşağı derya, ağır derya. Uladım ayrılgan perzent kalbini, kovmaştık koruydu kısmet esreti. Yetim atamsa
azap bulandı. Bir sebican şu yuruk dünyada. Bunun bin eğirrak azap bulandı. Bir sebican şu yuruk dünyada. Ata hem anıga düş bu dünyada. Әмді, ular өзінің махаратini зады қайсы дәрежеде намаян қыла алғанды? Біздің ұстаздарымыздың ularga nisbatan qandaqroq bahasi bordi? Aldı bilan Abdullah Abdurim efendim. Siz orqali shaxsan o'zim Qozog'istondagi barliq qarindoshlarga salomimni yo'llayman. Hmm, 18 yoshlik bir qizga nisbatan qizimizniki hozirgi mushu san'atda o'z yaxshi ko'rgan naqsh kasbga yetildigan mushu talantga haqiqatan qoyil bo'lmay to'g'il bo'lmaydi. Agar 20 yoshlarga, 21-2 yoshlarga kirgicha faraz qilsak, qizimizni haqiqatan bir ma'lum o'ringa ega bo'lgan bir naqsh cho'lponiga aylanib bo'ladi deb ishonch qilamiz. Zoir Shoh Mahmud efendimning gruppasidagi kuchli o'quvchilarning birisi bizga ayon. Bugun naqshni nihoyat yaxshi aytdi. Men mushtariy qizimga shuncha amroq bo'lsam-mu, bugun Zoir Shohni Mahmud efendiga tavsiya qilmoqchiman. Qani, undaqda Nurnisa Abbas xonim. Ikkinchisi o'xshash yaxshi aytdi. Shuning uchun men mushtariyni tavsiya qilaman. Erkin efendim. Mening tavsiyam Zoir Shoh. Mahmud Sulayman efendimning eng oxirgi qarorlarini anglab baqaylik. Zoir Shoh kelsak, o'xshamagan puraktiki, o'xshamagan hissiyotdagi naqshlarni xalqimizga sunib, o'ziniki talantini namoyon qildi. Mushtariy qizimni uzoq yo'lni besib kelyapti. San'atkor deganda mushundoq ruh bo'lsa, qo'lni kesmigicha qon chiqmabdi degan bir ulug'larimizning aytib ulug' so'zi bor. Agar bu kesibni yaxshi ko'rsanglar, bizga o'xshash o'zinglarni otiltinglar. Buningmi o'zi kuchli aqidasi bor. Rahmat, gap qoldim. Hamda men shu kunab qolgan bo'ldim. Mahmud Sulayman efendim, ishimizga sizning har qanday qaroringiz qilishingizga bizning mahirlarimiz bejandonlik bilan hurmat qildi. Qani mahirlar qulunlarni bersanglar. Diyar. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzelgirin buyumları mahirlarga amet dileydi. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan biyetlik ichimligi alohida talab qildi. Yine kızgın alkışlar bilen Mahmud Sulayman efendimizin sahnimizga taklif etaylik. Qol tutsa
Onundan artıq hörmət olmaz, rəhmət. Unutilğusuz bir minutlar bo'ldi. Rahmat ustoz. Müşteriga bundan keyingi ishlarga bu yoqda bo'lsa biz bor yeshitib kichik mana İpek Yolu Sadası programması orqali barliq qarindoshlarimiz bilan tanishib chiqdi. Ama Zahir Şah yeşil sel cho'ng ishkilaylarni ikki qo'ltiqimga, ikki qanotimga ilib eketkim ba, ama men nailaj, mende amal yok. Şoň kızım, vaqtincha sizden öpü sorayman. Kazakstan'daki qarindoshlarımızdan öpü sorayman. Kechiringlar. Men Zahir Şahni. Mübarek olsun. Biz Zahir Şah'ın muhabbet kazançıyı kazanmışlarımızı anlamalısını tebriklaymiz. Günahlar Kazakistan'dan gelgen uyg'ur naqshchi do'stimiz. Mushtariyning bundan keyingisini hayotini tep nusrat bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Navbatda biz oldi bilan Zahir Şah'niki keyingi bosqichda eng yaxshi tayyorlik qilishini bilamiz. Zahir Şah tamam bo'l. Xo'sh. Qani, unaqa qizg'in alqış sadalar bilan mehmonlarimizni o'tib qo'yaylik. Elinişimiz müşteriyinki yana davamlıq Şinjan'ın bitman bulup gelişini arşalımız. İşimizki müşteriyini İpek Yolu Sadası programımızga okşaş kat sahla turgusi. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omet dileydi. Niyetlik içindeki samimi asker programımız hazırda başlanadı. Semih Dursun, en yukarı avazı var, yani zil avazı var nakşçılarımızdan biri. Tövengi mi çıkıyordu, yukarı mı çıkıyordu? Hem zil, hem bu. Onun üstüge bununki nakşı orulavatkan bir hissiyatı nayet güçlü. Ben 2007-yili Aqsu Laysan maktabida qilib o'qish jarayonida burundan xalq naqshlarini bak eskim shu vaqtlarda. Keyin ustozim shu 2007-yil tungan. Bir tapşırık bergen bolsam, bir nakşını onunla üretgen bolsam, bu nakşını g'oyaga yetkazib o'rinlamoqchi bo'ldik bunlarni alaydi shu. Naqshni ovoz chiqsam bo'ldi, xat boshqalarga o'qitib bersak, boshqa o'zirlansa bo'ldi deb o'ylaydim. Keyin ustozningki tarbiyalash ostida naqshni haqiqatan tasdiqini his qildim. Semih Tursun bizniki bugungi zamon Uyg'ur naqsh muzikachiligi kam uchraydigan bir tabiiy talant egasining birisi. Ustozim shu naqshga vaqtida naqshga hissiyot, ustozim mushto'g'irlik chixlitaklab ovoz kontrol qilish qator nurg'un bilimlarni ma'lum dedi. Sana inamga yaxshi muvaffaqiyat tilayman. Muvaffaqiyat sanaga bo'lsin. Mening shuarim men rivoyat kursiga samimman. Xo'sh, naq maydondagi aziz tomoshabin do'stlar va televizor ekrani oldidagi qadrli ko'rmanlar, bizni hayajon silayotgan mush minutlarda mahirimiz Semih Tursun kecha nomli naqshini o'rlaydi. Qani, marhamat. Yürüdüm her gece, ödüm hançer, yarı oygan gece. Dedin bir dar, yürüdüm her
kıldım sir dişim Telmürüp koyaş götürür geçer Şu nakşıga nisbeten garmoniya asosi. Yana bir eng cho'ng aloyligi naqshlarniki yuqori texnikalik eritgan ushoq agitmalarni nihoyat yaxshi oladi. Andan keyin ovozning to'g'riligi bo'lsin, muqimligi bo'lsin, nihoyat yaxshi hal qila oladi. Men Mahmud Sulaymon ustozimni shu tilga o'tirib o'qitgan vaqtimda shu vaqt to'nigan keyin fursat bo'lsa
şu ustazımga bir şahit olsam diye arzum vardı. Şuna şu programa katışıp ahir arzum yetip ustazımga şahit oldum ben tolma koşal. Yani ver özümüzdeki şu klasik nakşillerden ürünüp koyuş gerek, düşünüp koyuş gerek. Özündeki avaz alaylığı bilen bizning klasik nakş müziklerimizdeki yıldızını birleştirse, onundaki tabii talant çıkısı şu kurulsa, onundaki texmi yaxşı oldu. Ben musabaqa qatnashdan burun shu san'atga bo'lgan qiziqishim yuzaga kelib o'ldim. Mana shu musobaqa qatnashgandan keyin ustozimning tarbiyalash asosida ham o'zimning qiziqish asosida san'at haqiqatan bir mushkul kasbganligini bir o'tqa o'zimizda otqan aytishganda o'disni chamoqdas. Shunga davomli izchil tirishib shu haqiqiy xalqning ko'nglidagi yaxshi bir san'atkor bo'lishga tirishishim lozim ekanligini tushundim. Anvar ilimizga muvaffaqiyat tilayman. Muvaffaqiyat ilimizga yer bo'lsin. Yadınlarda olsun, ben Rivayet Grup'taki Enver Yasin. Xo'sh, qadrli ko'rgan do'stlar, navbat sahnimizda Kecha nomli naqshini o'rindab o'z mahoratini namoyon qilgan mahirimiz bo'lsa, Enver Yasin. Aydın gece bu gece salgın gece ya bu gece salgın gece ya bu gece güzel gece ya seni ben suygan gece bu gece güzel gece ya seni ben suygan gece Şura güller ara kim bular güller ara Şura güller ara kim bular güller ara bu gece sersan gece ya bu gece cimdik gece ya bu gece cimdik gece ya bu gece resminge tola qarab yana xiyol bilan uykuga çöktüm şu gece hidimni purab yere gözümdeki olakka çöktüm şu gece hidimni purab yere gözümdeki olakka çöktüm Hapkaram tağlar aram Cumbular ağlar aram Hapkaram tağlar aram Zümstan bağlar aram Bu gece
umudum zade bu gece. Dilden sana var idi sözüm, kaldı sana kelmür gözüm. Yolunda gök bulup intizar, umudum zade bu gece. Kimi benden gelmedin acep, yüreğimde var kime sever. Kimi benden gelmedin acep, yüreğimde var kime sever. Köyüp pişkin uzunda dilden, umudum sadi bu gece. Köyüp pişkin uzunda dilden, umudum sadi bu gece. Umudum sadi bu gece. Hazır Abdusami qarsam, Anvar naqsh etgan minutlarda yana o'zining hissiyotini kontrol qilolmay, hayajonli ko'z yoshlarini to'kib soldi. Hamda mushtapda mahirlarning mush kayfiyati bilan men nima deyishimni bilmayapman. Bulardagi bu ko'z yoshlarini biz zodi o'zining ifodasini toza yaxshi bo'lmadi deb to'kilgan azobli ko'z yoshlar deb tushunamdik yoki qarindoshlar ara bir-birisiga bo'lgan madad, ilhom va suyunish ko'z yoshi deb tushunsak bo'ladimi? Qani. Ben bu tunç kadın boşuna bir nasıl edip yakışım çok. Bu sendeki nedenice başka işlerine oylandım. Şu nakşını yakışıp ordulasam ustazlık bir... Buldu. Abdusami. Sizniki ro'yingizdan, fazilatingizdan intayin suyundik. Biroq naqsha oyoqlashdi. Endi biz hissiyot qayinimidan uzib chiqib, mardona qiyofatda sahnaga bizning ustozlarimizga yuzlansak bo'lmaydi. Uning ustiga o'zini o'tadamda bizningki ustozlarimizmi mahirlarning bu yerga chiqib ko'z ish qilishini xohlamaydi, ularning ko'z ishini ko'rishni xohlamaydi. Yigit bo'lgan ekanmiz, mardona oldi naqshimizni aytdik. Bishimiz kelganda ko'ramiz. Tavsiyani bir anglab o'taylik ustozlarning. Nurinisa Abbas xonim oldidan sizning tavsiyangizni olib olsak. Men hissiyat, ovozni kontrol qilish, yuqoriga chiqishini nayt kontrol qilib oladigan samimiy tavsiya qilaman. Abdullah Abdurim efendim. Hayatning o'zi biz uchun bir musobaqa. Tug'ilib ta o'lguncha biz davomli musobaqaga qatnashib yuramiz. Musobaqa bu hayotdagi cho'ng musobaqa sababni qabul qilmaydi. Shuning uchun yigitlar yordam fikrim bundan keyin cho'qim doim sahna uchun tayyorlik bo'lish kerak. Naqshchi bo'lgandan keyin cho'qim beshinglarni, ko'nglingizni bir silkib, mushu holatga kirishni yana o'rganib qo'yishinglarni umid qilaman, dinlarim. Bugun tavsiyada ben Envercan'a tavsiye qilaman. Erkin Abdullah efendim. Avzular naqshanlığa rahmet. Menimcha hamma ishda bir hikmat bor. Endi bugungi ifodalashda aytan yaxshi bo'ldi. Bugungi umumiy ifodaga asosan meniki Mahmud Kamga tavsiyam Anvar. Hani Mahmud efendim ahırda. Ançıman severlik hesap kalmağımız kalmadı. Hemen biz hamımızdan görüp bo'lgan narsa. Çok meselemiz. İşkilanlardaki ağız
doirasi sizlarning yeshinglardagi bolalarga nisbatan nayt kamtik bo'ladi. Samiydagi bu hissiyot, bu ovoz demisimi bizda nayt oz kam kuchli. Men buni maqtab deganim emas. Şunun o'xshash mayli erkinning guruhi bo'lsin, mayli Abdullahning guruhi bo'lsin, mayli Nurun Sani guruhi bo'lsin, bir ikkidan bolalarning shunday ortiqchilik va bolalar bor, ovoz sharoiti bor. Necha yildan beri shunday sharoit bo'lmagan bularga. Biz sharoit yaratib bilsak, biz o'zimizning ishi bilan bo'lib ketdik, davomli yetish bo'g'ilmaydi ekan. Navbat sen chiqib ketib qolsan, qanday qilasan? Men ergiz boshqa o'kinmayman. Sizning qo'shiningizga turman. Qani, undaqda qarindoshlar qo'linglarni basanglar. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtun musulmon yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Men bu fursatni Anvarga berdim. Muborak bo'lsin. Anvardagi navbatdagi iqtisodiy muvaffaqiyatlar bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Anvar, siz tayyorlik qilingandan keyingi bosqichga. Shuna xo'sh oldum. Balkim bu naqshni qanchalik darajada yaxshi aytayotgan bo'lsam, yana Anvar akamning ustozi. Rahmat. Biyofen texnikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik minin çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Muhabbetlik turmuşunun kapaleti boğda. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan biyetlik ichimligi alohida talab qildi. Növbətdə səhnəmizdə Sərsan namlıq naqşını orunlab, öz alayligini namayan qılğan mahirimiz bolsa, Zahir Şah Ağlımöt.
Hammamizni hayajon silayotgan va jiddiylashtirilayotgan mana shu minutlarda mohirimiz Anvar Yasin Sig'indim yomon nomli naqshini o'rlaydi. Qani, marhamat. Bechora xorlasam bo'lma seni bugun ko'rishim kerak seni bugun ko'rmasam bo'lma g'amgin yurak g'amgin yurak bechorani xorlasam bo'lmas seni bugün görüşüm kerak seni bugün görmesem bo'lmas yelkamga yuk tashladi osmon bu azoblar buyurmu aman yelkamga yuk tashladi osmon bu azoblar buyurmu seni bugün görmesem bulmaz Sağındım yaman Şüm seni sağındım yaman Sağındım yaman Bu azaplar buyur mu aman Yaşashim uchun seni bugün görmesem bo'lmas Sağındım yaman Şüm seni sağındım yaman Sağındım yaman Bu azaplar buyur mu aman Yelkamga yuk tashladi osmon Bu azoblar qo'yurmu aman Yelkamga yuk tashladi osmon Bu
azaplar koyur mu aman? Çün seni sağındım yaman, seni bugün görmesem bulmam. Sağındım yaman, sağındım yaman, şüm seni sağındım yaman, sağındım yaman, sağındım yaman, bu azaplar koyurma aman. Hem gün yürek, hem gülzar yürek, beçareni horlasam olmaz. Seni bugün görüşüm kerem, seni bugün görmesem olmaz. Oldu bilen Mahmud Sulayman efendimninki numur qo'yishiga yordam bo'lishi uchun boshqa ustozlarninki tavsiyalariga quloq solaylik. Oldi bilan Abdullah Abdurim efendim. Zahir Shah intayin yaxshi muqim o'zininki sahnaga chiqib ijro qilgan naqshdagi kayfiyatidan bizning quloqimizga og'ilayotgan sadodan boshqa bu yerda bir ruhiy kayfiyat bor naqshdada. Anvar ukammo intayin zo'r energiya sarf qilib aytdi naqshni. Butun hissiyati bilan men uning kayfiyatini tushunyapman. Tayyorlik puxta bo'lmaganligini balki tomoshabinlarimizmi ko'rdi. O'tirda solo oladigan yer texi chilinmagan Anvarning. Shundoq. Anvar. Uni quruq o'tkazishga to'g'ri keldi. Sababi u yerda muzika texi chilinish ulgurmagan boya biz tomoshabinlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Buni ham bu yerda yana qayta deb jumaymiz. Biroq naqshni intayin yaxshi ijro qildi. Rivoyat guruhi uchun tavsiya qilmoqchi bo'lgan inim Zahir Shah. Rahmat ustoz. Hamda birlikda Nurnisa Abbas xonimning tavsiyasiga quloq solaylik. Men tavsiyaga o'tib ketay. Bo'ldi. Zahir Shah. Erkin Abdullah efendim, sizning tavsiyangiz kim bo'ldi ekan? Zahir Shah. Hozir balkim naq maydonda o'ltirgan necha yuz tomoshabin ekran oldidagi minglagan, 10 minglagan, 100 minglagan tomoshabinlarimiz orasida eng jiddiylashayotgani, eng qiymayotgani balki Mahmud Sulayman efendim o'zi bo'lishi mumkin. Mahmud Sulayman efendimninki hissiyotiga meningcha kasbdoshlari texmi bakrak o'rtoqlasha oladi. Ustozlar bizni bakrak Mahmud Sulayman efendimni tushunib turibdi. Bizning faqat va faqatla Mahmud Sulayman efendimni tanqislikni qo'yg'imiz yo'qdi. Biroq amal yo'q. Ammo yaxshi yeri eng oxirgi natijani hanim bo'lsa, Mahmud Sulayman efendim o'zining og'zidan emas, bizniki mutaxassislarimizning qo'ygan numurlardan, shunaqla Mahmud Sulayman efendimning bergan natijasini jamlash orqali bilalaymiz. Qani vaqtda Mahmud Sulayman efendim, endi sizniki yurak so'zlaringizga quloq solsak. Bizning xalqimizninki mushripak yo'li sadosi boshlangandan beri intan yoqtirib naqshlarni intan yaxshi yurib kelayotgan ikki mayirlarimizdan biri ikkilisi. Bir dadadan ikki o'g'li bo'lsa, hech qachon o'zining o'g'lini o'gaylashni, u mayli yomon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, o'gaylashni xohlamaydi dada degan. 32 qo'shimdan hech qasiga chidag'imiz yo'q. Chidamaymiz mayli. Endi bu son faqatlidir. Men chidamadim. Sizni to'g'ri tushunib turibdik Mahmud Sulayman ustoz. Shu topda sizning qo'lingizda 50 nomer tushirilgan konvert turibdi. Siz musha 50 nomerni bugungi 2 nafar mahirning ifodasiga qarata 2 ga bo'lib bersangiz bo'ldi. Orqadan biz bugungi programmamizdagi yerim hal qilg'ish musobaqada nihoyat oshpushliq rol o'ynaydigan mutaxassislarimizdan qo'lidagi biletlarning jamlanish ahvoliga qarata bugungi
rivoyat gruppasidagi chempionimizni baholab chiqamiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, ko'rayotganinglar Shinjong televiziya stansiyasi bilan Shinjong Bug'ra madaniyat taqdis chekish shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Chin go'zal Yipak yo'li sadosi. Chinuri biotexnikasida Sultonzotida ishlangan go'zallikning chin go'zal girim buyumlari barliq mayirlarga omad tilaydi. Undaqda Mahmud Sulaymon afandim, shu topda mening o'ng va so'l tarafimda turgan 2 nafar mahirimizga o'zi bermoqchi bo'lgan nomerni Derpoqchilik biz bu 2 nafar mayirimizning shu damlardagi hissiyoti bilan o'rtoqlashib boqaylik. Avval Anvardan kelsa. Davomli bizning maqsadimiz yaxshi turib olgan barcha do'stlarimga ham shundaqla shu naqshlarning vujudga chiqishiga turtki bo'lgan ustozim Mahmud Sulaymonga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Birinchi bosqichdan ta hozirgacha aytilayotganimizdek shunday go'zal ohanglarni, go'zal naqshlarni yozib kelayotgan ustoz Mahmud Sulaymonga biz uchun chekkan jafolarga ko'pdan ko'p rahmatimni, shu bizning gruppadagi 32 o'quvchiga vakolatan ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Rahmat sizga. Yana shundaqla har gruppadan 32 dan o'quvchini tarbiyalab ta bugungi kungacha shularning jafosini tortib, shular uchun jafo chekayotgan barliq ustozlarning tinning salomatligini asrashini umid qilaman. Rahmat. Jafo chekkanlar. Rahmat. Biz ham sizlarga katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hozir kishini eng hayajonga soladigan, jiddiylashtiradigan minutlar yetib kelish oldida. Mahmud Sulaymon afandim, qo'lingizga 50 nomerni 2 ga bo'lib tayyorlab qo'ygansizmi? Tayyor. Bo'ldi, kinodaqda topshirib berib olsak. Sizni ma'nurib qo'ydik, ustoz kechiring. Hozir navbatda mening so'l tarafimdagi Anvar qizil rangga, Zoirshoh ko'k rangga vakillik qiladi. Kinodaqda ustozlar sizlar zodi kimlarga qoyillik qilani, moyillik qilani bildirdigansizlar. Zoirshohga 5 ko'k taxta. Jami 35 nomer. Anvarga 2 qizil taxta, jami 14 nomer. Biz mutaxassislarning qo'lidagi taxtlarni ko'rib chiqdik. Hamda birlikda Mahmud Sulaymon afandimning bergan natijasini anglab boqaylik. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Mahmud Sulaymon afandim 2 nafar mayirimizga o'xshashla 25 nomer berdi. Demak, hozirgi natija hammalarga ayon bo'ldi. Bizning rivoyat guruhining chempioni Zoirshoh. Muborak bo'lsin. Zoirshohni qizg'in Sulaymon Zoirshohning chempionlikni qolish musobaqasida o'zining eng katta mahoratini namoyon qilishiga tilakdoshlik bildiramiz. Biz Anvarning bundan keyingi kasbiy hayotiga katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bundan navbatda biz cheksiz iftixorlik eligida bugungi mutaxassislar guruhisidagi nufuzli arboblarimizdan biri bo'lgan davlatlik 1-darajali kompozitor, san'at tadqiqotchi Yosin Muqbil afandimning so'zlarini anglab boqaylik. Hurmatli televizor ekrani oldidagi barliq tomoshabinlar, hurmatli ustozlar, kechliginglar xayrli bo'lsin. Bu programmaningki ilib berilishi birinchidan o'rinlash san'atining taraqqiyotiga qo'shilgan bir zo'r to'ppa. Biz Yipak yo'li sadosidan iborat bu programmada o'xshamagan uslubdagi naqshchilarni bayqadik. O'xshamagan ovozlarni bayqadik va ularning naqshlarini angladik. Mening demoqchi bo'lganim, biz faqat musobaqadan iborat bu shaklni asosiy nishon deb tushunsak to'g'ri bo'lmaydi. Mening nazarimda Yipak yo'li sadosidan iborat bu programma bizning o'rinlash san'atimizga bir g'oyat zo'r bir yangilik olib keldi. Bu programma bizning san'atimizga ajoyib zo'r to'p qo'shdi. Bu programma orqali biz bundan burun bayqamagan, tonimagan, ko'rmagan naqshlarimizni tonidik, bayqadik, ko'rdik. Biz bundan intayin xo'shal. Shunlashqa musobaqadagi
o'xshamagan uslubdagi naqshchilarning bir maydonga tushib qilishi bizni to'liq afsuslantirdi. Biz bir qancha naqshchilarning nihoyat afsuslarlik ichida musobiq maydondan ayrilganligini ko'rdik. Ammo ular bizga mundaq bir isil axloqiy fazilatni namoyon qildi. U bo'lsa do'stlik, muhabbat. Rahmat. Şinjan televiziya istansiyaga rahmat aytamiz. Hurmatli mutaxassislerimizning e'tirof qilishiga erishganligimizdan to'limiz suyundiq sizlarningki yuksak bahoringlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga, harmag'aysizlar. Qani, undaqda naq maydondagi qarindoshlar yana bir qatam qizg'in olqish sadolarimiz bilan birlikda shu rivoyat guruhininki mohirlarini shundaqla Mahmud Sulaymon apandimni sahnimizga taklif etamiz. Xo'shallik minutlari hammanglarga yor bo'lsin. Mahmud Sulaymon ustozningki eng katta hurmati hisoblanishi mumkin, ko'ngil izhori hisoblanishi mumkin. Hayat bo'lsa, canımız aman bo'lsa, sizlarga o'z qo'limiz bilan bir tom kiygizishimiz bo'lib dedim. Maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, mana shunday qizg'in olqish sadolar ichida Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Buğra madaniyat taqdis chekish shirkati va shundaqla Şinjan Xuyi madaniyat taqdis chekish shirkati birlikda uyushtirgan cho'ntiki televiziya san'at programmasi Chin Güzel İpek Yılı sadasining yerim hal qilg'ish musobaqasi nishada qalbilik oyoqlashdi. Biz rivoyat guruhida chempionlikka erishgan Zoir Shohning qalbi duldullig'i minib, texnik ko'k ko'tarilishiga tilakdoshlik bildiramiz. Bundaqda keyingi programmamizni ko'rishgacha xayr xo'sh, omon bo'linglar. Diyorimiz naqsh musiqa sohasida naq maydon o'rindashdek ortiqchiligi bilan alohida gavdalanib, ko'rmanlarning yoqtirishiga erishib kelayotgan Ipak yo'li sadosi programmasidagi eng go'zal oqshom. Ta'sirli, keskin minutlar. Diyorimiz naqsh musiqa sohasida